Aka pul baxt olib keladimi? Pul hamma narsani ko'tini yorib tashlaydi. Hamma narsani. Assalomu alaykum. Bizni bugungi mehmonimiz Farg'onaning yetakchi top stilistlaridan bittasi Akmal aka sotib oldik bo'ladi. Akmal aka, bir kunda nechta pul topasiz? Kunim har xil o'tadi. Qaysidir kun 3 million ishlayman, qaysidir kun 1 million ishlayman. Ishlamagan kunim 1 million ishlayman. Xo'p, rahmat aka. Bu sohada ishlab nimalarga erishdingiz aka? Bu sohada ishlab uy, joy, mashina olaman, sotaman, qo'yaman. Ko'nglim dedi, hamma narsaga erishib kelyapman. Rahmat. Qancha vaqt ketdi bu narsalarga erishishingiz uchun? Xo'p, asosan shu 5-6 yil ichida. Rahmat aka. Bu sohada ishlab qaysi davlatlarda ko'rdingiz? Bu sohada ishlab основной Qozog'iston, Rossiya. Sartaroshlik qilib oila boqsa bo'ladimi? Juda ham. Bir 5-6 ta oilani boqib olsa bo'ladi. Alloh rozi bo'lsin. Aka pul baxt olib keladimi? Pul hamma narsani ko'tini yorib tashlaydi. Hamma narsani. Do'stim, bu videoda sartarosh oila boqolmaydi deyotgan o'sha qora ko'zga jo'natib qo'yasiz. Rahmat.